Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Poloson qishlog'idan sotiladigan 4 bosh simental buqachalarimiz bor. Bari sutdan chiqqan polvon o'ta ham kirasata chiroylilarini. Mana akalar. Xudo xolasa olgan odamda bahri qiladiganlardan mazza qilib bitta joyga olib tashlab qo'ysa bir qo'raq ko'taradiganman. Hozir mana shu tarafga olib chiqamiz. Haydab yuringlar polvonlar. Hammasi sutdan chiqqan. Qarasa 4 oylik, 3 oylik, 5 oylik atrofidagi buqachalar mana. Bir qo'ra mana 4 dona. Pashti bir xil. Bitta joyga olib tashlanglar, bitta partiya bo'ladi. Boqilar 1 yil 2 yil nazar sotadigan. Inshaalloh dilakni bosib ko'rasizlar akalar. Yeb ichishi, sog'lig'i xudo xolasa cho'tki, bir aybi nuqsoni yo'q mollar. Ay polvon qaranglar ayollar. Yomon yuborar ekan mashinasi. Chiroyli ekan. Yoshlari qanaqa Husanboy aka? 4-5 oylik atrofida. Bo'ylari taxminan 1.5 1.10 beryapti menimcha. Shunaqa 1 metrli buzoqlar bas. 1.5 1.10 keladi. Arqa ayoldan qaranglar. Hammasidan yastagan tuyoq ekan. Bir hali tindan o'sgan arqa oyoqlari hali unday rappay chiqqan bas ekan. Hali to'rburchak bo'ladigan narsalar ekan akalar. Kelib ustida ko'rgan odam bular tashab ketmaydi. Aniq olib ketadi xudo xolasa. Kim olsa ham mazaq boqadigan. Ko'ringlar mana hali sutdan chiqqani 4 ta 5 ta bitta joyda olib qolsa eting degan aka-ukalarimiz bordi. O'shalar uchun. Ko'ringlar. Biz shuni videoga olib sizlarga mashina mol bor deb ichim mehnat qilamiz. Sizlar biz uchun lakni bosib paslar bo'ldi. Mana shu narsa xolos. Bizga olgan odamdan 1 so'm 2 so'm puli kerak emas. Mana shuni videoga olib obunachimiz ko'payib, olgan odam baraka topib, duo qilib, mazza qilib boqsa bo'ldi. Mashalloh, mun qaranglar. O'ynab yuribdi. Kasal mol bilan yugurmaydi ekan. Mana shunisi ham o'ta polvon ekan. Xolasang ikkita qilib bo'lib o'ylaman. Mana shu ikkovini bir jup qo'ylar, rasmga olib skrinshot qilib olsalaring, bitta joyga zo'r ketaveradi. Bu ikkovini bitta joyga o'yla. Mana. O'zi ajratib bo'lmaydi. To'g'ri bitta joyga olish kerak. Oladigan bo'lsa, ras olib turib tashab qo'yib, 1 yil, 1,5 yil sabr qilsa, zakonni bo'ladi. Yeb ichishi xudo xolasa bexijolatdan chaynalib turibdi, ko'rib tursiz. Ha, silos mana. Silosda mana kepiga aralashtirib to'kib qo'yishadi bo'ldi. Boshqa mehnati yo'q. Bitta qo'ra qilib tashab paslar. Silos bilan kepi sal makka yormami bir rapsmi arpani aralashtirib kepiga tashab qo'ysalar, shuni o'zida katta bo'lib ketaveradi. Xudo xolasa donasini kamida 50 milliondan sotasizlar inshaalloh. Bu narx-navo boshqa narsa aytilaveradi. Muhimi rizq Allohdan. To'g'rimi, nima deysizlar? Rizqlaring bo'lsa, mana shundan bir katta foyda qilasizlar, xudo xolasa. Endi ko'p cho'zmasa narxiga keladigan bo'lsa, narxini nech pul qilib berasiz? To'g'rimi bitta joyga? 100 millionga kami bor. Endi misol donalabga 24 dan 26 gacha bizmali. Shu qo'yiq suyug'iga 25 dan tushar ekan, to'ptimi o'zi? Sutdan chiqqan polvon narsalar, ko'chatlar. To'g'ri, o'zi yeb ichishlardan bilan qonunlar to'yib chiroyli bo'lib turibdi mollar. Hali moling bormi desa, bor deb mana. Mashinasi ham o'ta kirasat ekan, zo'r ekan mashina. Menga rasa yo'q shu. Mashina aytyapsizmi? Shuni maqtashyapti akalar.
Screenshot qo'yinglar mana bitta olib beraman mana. Shaqqa screenshot qilasa Telegramga tashlasadan donalab keyin sotaveraman. Mana sariq nuqtadagiz. Katta novot rangi i qizili. Agar mabodo narx qoplasa aka 100 millionga baribir o'tib berasiz, to'g'rimi? Bitta joyga bo'lsa yaxshilab o'tib berasizmi? Bitta joyga o'tsa zo'r o'tib beraman. Ancha o'tib berasiz. Mashinalarni mana 3 oy 4 oy baqsin, har bittasi 30 millionlik bo'lmasa yetaveradi. Bo'ldi. Xudo xolasa, endi Alloh nasib bu olgan odam baraka topadigan narsalarda hali kecha sutdan chiqqan narsa emas. 20 martagacha qizib qo'yganman. Emlamalar hammasi bo'lgan. 20 martagacha qizib qo'ygan. Nima bo'lsa narx qoplab bo'lsa sizni vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida bo'ladimi? Beramiz. Qoplasa hisob. Qoplasa hisoba bo'ladi. Savdoda olma etsin, nimasi ichida. Savdo bo'lgandan keyin Savdo qilyapti, o'sha boshida dastlabkasi ichida kelishamiz deb gapirib savdo qilsa, narx qoplasa qilib berishadi. Dastlabkada mashinada muammo yo'q qisqasi. Yaxshi bola Husan bo'lganmiz, yaxshi. Hali bu dehqonda og'rintirib narsa sotishmaydi. Kelishtirib berishadi. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar 91 294 94 94. 91 159 40 50 ga aloqaga chiqsalaringiz, men o'zim ham bir savdosini nima qilish yuboraveraman. Endi bag'da ham ish yo'q, bir xil payt ololmaydi. Ammo mollari zo'r. Kelib ustida ko'ringlar, tashab ketolmaysizlar. Qadrli obunachilar, ma'lumotlar berdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Faqat sizlar bilan yaxshi kunda, yaxshilikda ko'rishish nasib qilsin. Sizlar uchun oson bozor xizmatdaman. Bizning ikkinchi kanalimiz ham bor, Chorva zona degan. Xudo xolasa unga ham mollar chiroyli qilib olib tashab qo'yamiz. Yana. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube'da qidirtirsangiz Chorva zona degan kanal. Sog' bo'linglar. Yaxshilikda, yaxshi kunda ko'rishaylik. Video davomida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz.